Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz. Mana pul. Yerdan topsang ham sanab ol deyishga. O'zingiz 200 ga ishonmaysizmi aka? Ha, pul jigardan bo'lgandi. Bu yerda $8 aka. Men tushunmadim. Nimaga 8? 1200 bo'lish kerak emasmi? Ko'rdingiz, keliningiz mazasi bo'lmadi. Dori-darmonlarga banisiga ancha pul ketib qoldi aka. O, menga qara. Drujba, slujba. Tushundingmi? O, aka-ukalik uyda bo'ladi. Men bu pulga nima planlar qilib qo'ygan bilasam, asablarim buzilib ketadi hozir. O, men va'da berib qo'ygan joylarim. Sen ishlasin deb yaxshi joylarga ishga olib qo'yib qo'yganman. Shuncha qilgan yaxshiliklarni unutib yording. O, shuncha paytgacha 1200 dan 10 ta topsang bo'ladi. Qarochi, bugun kechga chiqib berasan. Tushundingmi meni? Tushundim aka. Shu rejalaringizni, planlaringiz ichida aka-ukachilik, silay rahim, oqibat degan narsalar ham bormi? Men bugun kechgacha bo'lsa ham qilib beraman.